Bu yil karantin sababli abituriyentlarda ko'p vaqt bo'lishiga qaramasdan kerakli fanlar bo'yicha yetarlicha tayyorlov kurslariga bora olishmadi. Vaholanki, oliy o'quv yurtiga kirish uchun imtihonlar birmuncha murakkab. Davlat test markazining ma'lum qilishicha, bu yil ularga qulaylik yaratish maqsadida test sinovlari va hujjatlarni qabul qilish tartibi birmuncha soddalashtirildi. Hozircha hujjatlarni qabul qilish 15-iyundan 15-iyulgacha etib belgilangan. Asosiysi siz uydan chiqmagan holda ushbu hujjatlarni onlayn tarzda mobil telefon orqali ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Bunda abituriyentlarimiz shu ko'rsatilgan maxsus dasturga Davlat test markazining rasmiy sayti orqali ham kirib ko'rish mumkin yoki abitur.dtm.uz maxsus programmasi orqali kirib, bu yerda tegishli ma'lumotlarini onlayn rejimda kiritishlari mumkin. O'tgan yillar davomida hujjat topshirgan abituriyentlarning ma'lumotlari Davlat test markazi bazasida saqlanib qolgan. Maxsus dasturga pasport serial raqamlarini kiritishingiz bilan sizning ma'lumotlaringiz ekranda paydo bo'ladi. Sizdan talab qilingani faqat qaysi oliy o'quv yurti, uning yo'nalishi va qaysi tili bo'yicha tahsil olmoqchi ekanligingizni qayta ko'rib chiqish va tasdiqlashdir. Oliy ta'lim muassasalariga ular o'qishga tavsiya etilgandan keyin o'sha oliy ta'lim muassasasiga borib, ro'yxatdan o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan barcha ma'lumotlarni asl nusxalarini topshirishlari shart bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishda so'raladigan hujjatlar soni o'zgarmagan. Pasport ma'lumotlari, diplom yoki shahodatnoma, imtiyozi borlar uchun esa uni tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlari kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda imtiyozlarini belgilashda ham biz biroz yengilliklar qilmoqchimiz. Ro'yxatdan o'tkazish jarayonida bu yerda abituriyent imtiyozlarini belgilab, shu imtiyoz haqiqatda bor yo'qligini biz shu tegishli vazirlik idoralaridan olingan baza bilan solishtirib ko'rmoqchimiz. Va shu yerda agar bor bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham demak abituriyentga o'sha imtiyozlar avtomatik ravishda ekranlarda paydo bo'ladi. Bu yil istisno tariqasida majburiy fanlarni qo'ymasdan ikkita mutaxassislik fanlar bo'yicha test sinovlarini o'tkazish taklifi berilgan. Bu takliflar bo'yicha 2019-yil dekabr oyida ham fanlar majmui tasdiqlangan. Bu yerda demak majburiy fan sifatida ona tili, bu ona tili deganda o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tillaridan bittasi, matematika va O'zbekiston tarixi barcha ta'lim yo'nalishlarimizda test sinovlari o'tkazish belgilangan. Bu fanlardan 15 tadan demak 45 ta savol bo'lishi shart deb belgilangan. Va shu bilan birgalikda ikkinchi blok fanlari bu mutaxassislik fanlari. Ikkitadan demak mutaxassis fanlari bo'yicha ham test sinovlarini topshirish Davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlab berilgan edi. Mazkur o'quv yilida test sinovlarini o'tkazish uchun 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasida 64 ta bino ajratilgan. Binolar kun davomida kamida 4 marotaba dezinfeksiya qilinadi. Ularda ko'pi bilan 700 tagacha o'rin tayyorlanib, bitta abituriyent uchun kamida 3 kvadrat metr joy ajratiladi. Sanitariya gigiyena talablariga ko'ra binoga kiradigan har bir odamning tana harorati o'lchanadi, ularga bir marotabalik niqoblar va qo'lqoplar tarqatiladi. Testlarda ikkita blok uchun abituriyentlarga 2 soat vaqt ajratiladi, amaliy imtihonlar uchun esa 1 soat. Hozirgi epidemik vaziyatdan kelib chiqqan holda kelgusida yuqoridagi raqamlarga o'zgartirish va qo'shimchalar ham kiritilishi mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, hozirgi kunda karantin sababli bir muncha cheklovlar mavjud. Bundan tashqari respublikamizdagi tuman va shaharlar rangli toifalarga ajratilgan. Xo'sh, ushbu cheklovlar saqlanib qolsa, test sinovlari qay tariqa o'tkaziladi? Agar karantin cheklovlari saqlanib qolsa, aytaylik transportga qo'ymaslik yoki hozirgi kunda masalan hammamizga ma'lumki 3 kishidan ortiq masalan bir joyda to'planishi mumkin emas. Masalan shu qoidalarimiz bor. Uydan chiqmaslik qoidalari bor. Demak, agar mana shu cheklovlar bo'ladigan bo'lsa, test sinovlarini o'tkazishni keyingi muddatlarga surishimiz mumkin.